Bismillahirrahmanirrahim. Barcha amalni tarbiya qilib turuvchi Rabbimiz Alloh taolaga rahmatlar bo'lsin, maqtovlar bo'lsin. Odamlarning eng hurmatlisi, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat shariflarimizni baylasin. Ushbu eskitkich unutilmaslik jiyluv vaqiga iskir jiyin deb aytamiz. Avvalda yashagan Sibir tatarlarining xonligi, Kuchumxonning yashagan yerlari, hatta bunda Kuchumxonning Iskir shahari, bosh shahari bo'lgan, o'sha o'rinda yig'ilgan xalq qardoshlar, tuganlar, yaqin vakillar, hammangizni Alloh taolo ismlari bilan salomlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Sibir tatarlari bo'larak o'zimizning ushbu yerda yashagan abi bobolarimizning yerida bosib turamiz. Yig'ildik. Biz g'ururlanamiz. Bizning botir xalq, bizning Sibir tatarlar, shurda yashaganlar, nasillarni urchitganlar, o'zlarining hunarlarini yaratib turganlar. Shuning uchun inshaalloh biz de bu tarix bitlarini o'qib g'ururlanarga tiyish, o'zimizning abi bobolarimizdan qolgan ushbu urf-odatlarni, islom dinimizni bundan bugunga bolalarimizga, onuqlarimizga topshirib, boshqa millatlar, boshqa xalqlar orasida o'rnak bo'lib, yuqori darajada bularga tiyishmiz. Shuning uchun qisqagina aytganda, bizning endi elimizda turli xalqlar, turli millatlar bor. Alloh taolo bizga aytdi, men sizni yaratdim turli tusda, turli tilda, turli qabilalar, turli millatlar deb yaratdim dedi. Bir-biringiz orasida dedi, do'stlik bo'lsin dedi. Yarashig'iz yaxshi ishlarda dedi, nochor ishlarda qatnashmag'iz. Shuning uchun men aytib ketasim kela, qudratli kuyovlar, nurli yuzli imonli kelinlar, o'zimizning tilimizni urf-odatlarimizni saqlab qoluvchi imonli bolalar, onalar, qizlar bo'lib tursin, ko'payib tursin. Inshaalloh kelajakda hisob kunlarida Alloh taolaning qarshisida bizga Alloh taolo nasib etsin mangilik jannat baxshalarin. Amin. Alloh. Amin inshaalloh. O'zing erishtirsan edi ham barcha vafot bo'lgan yeti bo'g'inqachi qiz tuganlarimizning, yeti bo'g'inqachi er tuganlarimizning ruhlarini erishtirib, ruhlarin шот qilsang edi. Robbana atni fid dunya hasanatan va fil ahirati hasanatan va qina azabannar. От лица Тобольской городской думы, а также от себя лично поздравить вас всех с сегодняшним замечательным днем. Пожелать вам бодрости, веселья, замечательного настроения, а также разрешите выразить слова огромной благодарности Луизе Алимчановне Шамсудиновой за то, что она делает в вопросе восстановления исторической справедливости, за то, что она генерирует очень прекрасную идею самоидентификации нашей нации, нашего народа, народа сибирских татар. Байрам белән зур рахмат.